Yigitlar. Endi hozir inshaalloh bitta ikkita aka-ukalarning savollari bor edi. Nimadan boshlay aka? Mana shuncha bilimlar oldik, borib. Nimadan boshlay birinchi degan. Kimdir endi hammani o'rvini har xil. Kimdir komandasi bor, kimdir hali 0, komandasi yo'q. Kimdir tizimlashtirmoqchi, kimdir tizimni nimadan boshlash kerak? Men o'zim nimadan boshlaganman? Men bir o'zim, men o'zim tanishtirgan videoda aytganman-ku. Bir o'zim edim. Meni fikrim shunday iboratki, kelib o'qisa bo'ladi, faqat o'sha uy vazifalar berilgan uy vazifalarni vaqtida amal qilib bajarilsa, noldan eplab ketish imkoniyati ham bor. Bemalol. Bor. Unga ishonsak bo'ladi. Faqat endi o'z ustida ko'proq ishlash kerak. Hamma narsani ustoz beradigan narsa u noto'g'ri bo'ladi. O'ziga ham bog'liq lekin. Ammo vazifalarni vaqtida bajarish kerak. Rahmat. Shunday o'ylayman. Plakat chiqardim, stalbaga qo'yib chiqdim, nakleyka bilan borib ayolim bilan yopishtirib chiqdik masalan. Men blogerlikni ham o'zim boshlaganman. Birinchi videolar olib, o'zi bir necha yil bilimsizlikdan assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sog'lik yaxshimi deb keyin videolarni boshlaganman-da, muammo boshlaganman. U vaqtcha uchmagan videolar. Keyin aradan 2 yil o'tdimi, Farhod Saidovning uyiga borib ishlagan paytim, Farhod Saidovning shofyori aytdi menga. Shunaqa assalomu alaykum video boshladim, men uka unday olmaydi videoda. Videoda shu birinchi hook. Birinchi 3 sekundda odamlarning e'tiborini ushlab qolishi mumkin dedi. Keyin ushlab qolmaysan dedi. Masalan dedi, sen vannaxonada ishlamoqchi bo'lsang, sal naroqda turib uyga kirgan payt olasan-da. Vannaxona sasib ketyaptimi yoki do'kon tirishkasi buzildi, birinchi muammoni aytasan. Da, keyin o'sha muammoning oldiga borguncha o'zing tanishtirasan. 3-4 sekundda o'zing tanishtirasan. O'zi bo'ldi, keyin kamera muammoga qaratasan, yechim berasan. Deb o'rgatganman. Sizlar shunday qilib boshlasalar, inshaalloh menga o'xshab 1 yil, 2 yil vaqt yo'qotmaysizlar. Darvo-darvo chiqasizlar. Keyin natijaga. O'sha aytganday bloger kimdir o'zi jamoasi bo'lsa, kimdir o'zi tizimlashtirmoqchi bo'lsa, ya'ni finansiy tomonlama kuchliroq bo'lsa, u birdan SMMchi olib boshlasa bo'ladi. Misol uchun Farruh akam tayyor bizneslari bor, uni tizimlashtirish kerak. Birdan SMM olib boshlasangiz bo'ladi. Lekin kimdir hali 0 masalan. Ular o'zi olish kerak. Men o'zim olishni o'rganganman, keyin KitKatda ishlashni o'rganganman. Sal pulim bo'lgandan keyin KitKatga viza karta chiqarib KitKatda ulaganman unga. Montaj qilishni o'rganganman-da. Hammasini o'rganib ma'lum bir darajaga chiqqandan keyin natija ko'rgandan keyin Firdavs bor. Firdavs avvalambor odam o'zini ustida ishlashiga bog'liq ekan. Mehnat qilgan odamga albatta ilm oladi. Bu yerda juda ham ko'p ilm berilyapti. Faqat shu orqada qolmaslik kerak, vazifalarni yaxshi bajarish kerak. Undan keyin salgina o'sha matematikadan hisob-kitob ishlashga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun mehnat qilgan odamga albatta erishadi. Juda ham katta bilimlar bu yerda beriladi. eng yosh katta o'quvchimiz sizsiz aka. Rahmat. Sizni kelishingiz bizani ruhlantiradi gapni ochig'i. Yana endi kimda nima savol bor? Kimni yo'lini ko'rib chiqamiz qadamma-qadam. Qo'l ko'tarib aytsalaring, o'shanga javob bersak, inshaalloh boshqalarga ham balkim o'sha savol bo'lsa yechim bo'ladi. Farruh aka. Siz agar sizga birinchi siz xarajat qilasiz ozroq. Bitta SMM mutaxassis olasiz. Kecha komanda qurish mavzusida o'rgatdim-ku, filtr qilish. Komandan chaqirasiz, filtrlarni bir yozib oling. Filtrlarni yozib olish uchun birdan fikr kelmasa, ChatGPT ga yozasiz. Shuna o'zi haqingizda ma'lumot to'liq yozasiz. Mana shunaqa ishlab chiqarishlarim bor, komandamda shuncha odam bor. Men endi shu faoliyatimni rivojlantirishga SMM mutaxassis jalb qilmoqchiman. SMM mutaxassisni ishga olishim uchun menga filtr tuzib ber. Desa, shuni filtr tuzib beradi. Nima ko'rib chiqarsa, keyin inson ongiga solib, qaysi kerak emas, qaysi kerak, tayyor shablon berasiz. O'sha asosda filtrlar olasiz. Eng birinchi o'sha uyi sizga yaqin bo'lsin. U iloji boricha kelib ketishga pul xarajat qilmasin. O'sha agar kelib ketishga pul xarajat qilayotgan bo'lsa, siz hech bo'lmasa ispitательный срок uchun olgan bo'lsangiz, uni yo'l kirasini berishingiz kerak. Siz uchun ortiqcha chiqim. Hatto shunchalik yaqin bo'lsa, obedga ham shishib uyiga borib obed qilib kelsin. Sizga muammo tug'dirmasin. Boshidan shunday gaplashib olishingiz kerak. Undan keyin yoshi, qiz bola, o'g'il bolalikda. Iloji boricha o'g'il bola olish kerak. Qiz bola olsa, bizimizda qiz bola ham bor, bizda o'g'illar topolmagandan keyin qiz bola olganmiz. Qiz bola bo'lgandan keyin baribir muammo chiqadi-da. Boya aytganda kimdir qo'l berib ko'rishadi, kimdir orqasidan boshqacha qaraydi. Ha, o'g'il fikri buziladi. Shuning uchun o'g'il iloji boricha o'g'il bola olish kerak. Jamoaga qarab. Ha, jamoaga qarab. SMMchini topganingizdan keyin, filtr asosida ishga olganingizdan keyin u bilan tuzib chiqasiz. Sizni akfa sohasini rivojlantirish. Misol sizda akfa tayyor ishlab turgan biznes. Pul oqimi bor unda. Komandangiz ham bor. Endi birinchi siz akfani rivojlantirish uchun strategiya yozib chiqinglar. 1 oylikmi, 2 oylik strategiya. Nechta video olamiz? Har kuni nechta stories olish kerak? Nechta olish kerak? Reels olish kerak va nima mavzularni ochib berish kerak va targetga ham tiqing, bir $50 $100 tiqing, tezroq natija bo'lishligi uchun. Keyin santexnikasiga 0 soha bo'lgani uchun boshdan asta-asta boshlash kerak. Santexnikani ham bironta agar men o'zim bizdan jamoamiz deyarli tarqalib ketdi, bitta ikkitasi yuribdi-ku. Endi o'ylayapmanki, hozir bitta yaxshi santexnikni olaman, o'zimizda o'qigan, bilimi bor bolani olamanda, uni doimiy oylikka ishga olaman. Chunki boshqa pul oqimi bo'lgandan keyin oyligidan qo'rqmaysiz-da.
doimiy oylik ishga olgandan keyin o'tkazasiz, har oy oyliging borishaveradi. Uyingga ketma, kelasan, ish bo'lsa qilasan, bo'lmasa o'tirishiga deb olasizda, formani berasiz, standartlarni joriy qilasiz, keyin o'zi target yoqqan paytingiz, hatto mana kichkina zaifkalar ham, zasor bo'lib qolgan, rakvinaga zasor bo'lgan, semestr almashtirish kerak, arsenalni tozalash kerak, duokontrkatsiol profilaktika xizmat qilish kerak. O'shani bitta agar uni yozib chizsangiz, shu bitta santexnika misol uchun 5 million oylik belgilagan bo'lsangiz, u hech bo'lmasa sizga 8-9 million pul ishlab beradi. Keyin birinchi oy ishlamasligi mumkin. Santexnik bo'lsa, u faqat bir kun bir joyda ishlaydi, 2 kun dam oladi. O'sha bo'lsa bo'ladimi, bo'lmaydi. Bir kun dam olgan kuni sizda ishlaydimi keyin? Yo'q, 2 kun dam. 2 kun dam bo'ladi. Dejurni qilib qo'ysangiz bo'ladi, masalan. 2 kun ish, 2 kun dam qilib, 2 santexnika olsangiz bo'ladi. 2 kun sen ishlaysan, 2 kun sen ishlaysan. 2 kunligingga misol uchun men bir oyda senga 3 million so'm pul beraman. Masalan, o'zingizning sharoitingizga kelib chiqib o'sha muhitdan kelib chiqib pul belgilaysiz. Chunki ularga kelayotgan bog'lanib ko'p gaplashamanda, qanday ishlar bo'lyapti desa, ishi yo'qligi bilinadi gaplar. Ha, keyin arzonroq qilaman, bu yoq deydi. keyin stavka belgilab qo'yasiz. Bitta call center qo'ying, operator. Operatorlar ham standartlarni joriy qilib qo'yasiz, o'tirasan ichiga. Mayli, foizga belgilab qo'ying, masalan. Akfazdan 1% mi, 2% mi? Unga ham javob berasiz. Santexnikadan shu foizga belgilab qo'ying. Lekin uni foizga ishlashga ko'ndirish uchun siz uni istiqbolingizni ko'rsata olishingiz kerak-da. Конечно, itogan. Mana shuni eshitib boshlasak, 6 oyda nasib bo'lsa 10-15 million oylikka chiqasan. O'shangacha ishlab tur. Boshida испытательный срок. Standartlar joriy qilib 1 oy bepul ishlaysan. Mayli 1 oy sen ovqatingni beraman, abetingni. Holatdan oylik belgilab qo'ysangiz, keyin sizni qolipingizga tushmasligi mumkin-da. Shunday belgilab qo'ysangiz, sizda o'zi bor-da baza. Sizda bor, bitta operator kerak, bitta SMH kerak. Iqtisodchi hozircha o'zingizda. Iqtisodchi o'sha operatoriz tushgan summani yozib tursin. Amosferim joriy qiling. Biznikida unaqa расширенный variant emas, eng arzon variantini Amosferim, klientskiy baza bo'lish uchun. U Amosferimga u faqat kiritib qo'yadi. Qo'ng'iroq bo'ldi, zaifkani oldi, Amosferimga kiritadi. Falonchi aka nomer mana shuncha, ish mana shuncha, usta mana shu ketdi. Tamom, kiritib qo'ydi. Jarayonda qilib qo'ydi, misol uchun. Birinchi o'zi Amosferim zo'r tomoni zakazlar turadi, jarayonda turadi, tugatilgan turadi. Ha, programma. Tugatilganda pulni yo'q hisoblab turadi. Misol qo'ng'iroq kelib tushdi, zaifka bo'limida turibdi, hali ish qilinmagan. Izdan chiqib ketmaydi-da. Uni ikkita kompyuterdan, 3ta kompyuterdan kirib, hatto telefoningizdan kirib ko'rayotgan qilib qo'ysa bo'ladi. Любой ishni ochasiz, buni qaraysan, zaifkada 3ta zaifka turibdi ekan, kecha ham turdi, bugun ham turdi. Nima bu? Ha, tugatildi. Nima tugatilmayapti? Ha. Kontrol qila olasiz. Jarayonni usta o'tdimi? Ustaga berildimi? U jarayonga olib qo'yadi, jarayonda. Usta ish tugatib keldi, tugatildi deb pullarni yozib, tugatildiga o'tkazib qo'yadi. U sizda tepada pul ham rashet ketadi. O'sha pulni hisobidan siz operatoringizga oylik berasiz, protsentini berasiz, o'sha pulni operatordan so'rab olasiz. Chunki siz har summani izlab yurmaysiz-ku, olib kelib operatorga beradi, seyf qilib qo'yasiz. Operator olib seyfga tashlaveradi. Oxirida nima qaraysiz? Shuncha mana 8 million 700 ming ishlabsan, qani o'sha pul. Oladi, o'sha sani foizing bu bizniki deb. Uni ham borku, boyaga 30 ga 40% o'zingizga, 30% kompaniyani rivoji uchun tashlaysiz. 30% xodim uchun. O'sha operator bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, SMMga ham shuni olib bersangiz bo'ladi misol uchun. Shunday qilsangiz, mana da kompaniyani rivojlanishi uchun pul yig'ilsa, o'shandan keyin targetga xarajat qilib olasiz. O'shandan keyin xodimlarni baholash tizimi uchun pul to'lasangiz bo'ladi. Bonuslar uchun pul to'lasangiz bo'ladi. Eng oson variant siz uchun tayyor narsa taqillatib ketsangiz bo'ladi. Kimda qanaqa savol? Bizdachi? Sizdagi 0. Hech narsamiz yo'q. Siz hozir birinchi video olishdan boshlaysiz. Instagram upakovkani o'rgandingiz. Instagram video olishdan ko'rdingiz. Target yoqishni hali bilmaysiz. Target hali yoqmaydi. Hech bo'lmasa 30 ta video oling. Video olingda, keyin ayolingizgami, tanish bilishingizgami, aka-ukangizgami ayting, qanday chiqdi video? Kamchiliklarni ayting. Keyin bir 30 ta 40 ta video olib mahoratingizni oshirishingiz kerak. Birinchi videolar yaxshi o'xshamaydi. Chunki gapirayotgan paytingiz gapning orasida qanaqa bo'ladi? Kasal iboralar. Haligi, anavi, anaqa, manaqa 2 sekund, 3 sekund gaplar orasida u bo'lmas kerak. Duduqlamay aytishingiz kerak. Shunday bitta mavzuni, masalan, bitta tekstni sharlatib dona-donadan qayerga urg'u berish kerak, qayerga sal to'xtash kerak, qayerga sekinroq aytish kerak, nuqta virgullarga e'tibor berib aytib bera olishingiz kerak. Ha, uning uchun birinchi video olgan paytimiz bitta 1 minutlik videoni biz 2-3 soat olganmiz Ferdos akalarimiz. Bu mobilograf edi, SMMchi boshqa odam edi. Shu olov urdi, olov o'chirdi, olov tutilib qolaveraman. Hozir 1 soatda 10 ta 15 ta videoni olib tashlaymiz. Yodlashim ham shart emas. Shuni ocha, mana shu gapni aytib bering deydi, o'zi takrorlaydi, telefon qaraydi, mana shu deydi, bo'ldi. Shuni aytib beraman. Sal emotsiya qo'shing desa, sal emotsiya qo'shib aytib beraman. Sal sekinroq gapiring, sekinroq, sal tezroq. O'zi o'rganib ketasiz-da.
kamida 30 ta videoni olib Instagramga joylaysizlar. Keyin videolaringda o'z sifat paydo bo'lgandan keyin target yoqasizlar. Hamma o'zini agar logoni brend qilsa, birdan brendiga asoslanib Telegram kanal ochsin. Chiroyli upakovka qilib brendini qo'yib, Telegram kanalingizda rasmlari faqat ishingizga oid va o'zingizga oid. O'zingiz tushgan rasmlaringizni formada, ish vaqti, ish jarayonida chiroyli rasmlar, storieslar qo'yish kerak. Men misol uchun 5 yil oldin ochgan Telegram kanalimga hali 1000 ta ham obunachisi yo'q. Lekin shu kam bo'lsa ham zato shu sifatlilarda, mijozlar, santexniklar, shogirdlar kirganda. Ilhom aka labay. Target yoqish deyapsiz-ku. Ha. Qandaydir srok beriladimi? Masalan, $50 Ha. 5 kun, 10 kun belgilab qo'yaverasiz. Masalan, $25 solib, 10 kun meni videom reklama qil deb aytib qo'yishingiz mumkin. $25 da 10 ga bo'ladi-da. O'sha har kun o'shancha budjet ishlatadi. U degani har kun misol uchun 50 tagami, 30 tagami, 40 tagami, 100 tagami odamga ko'rsatadi. Siz tanlagan odamlarga yoshini, jinsini tanlab qo'yasiz-ku. U algoritmda siz tanlaysiz. Ha. Misol uchun mana Davronbek Turdiyev bor-ku, u $10,000, $20,000 target o'ziga pul tiqadi. Chunki ular bitta zapuskada $200,000, $300,000 pul ishlaydi ular. Millionlarga odamga sotadi. Qancha ko'p pul tiqsangiz, shuncha ko'p sizga lead olib keladi, mijoz olib keladi. Lekin siz u leadlarga javob bera olishingiz ham kerak-da. Masalan, bir kunda 20 ta mijoz. Nima kerak sizga? To'g'rimi? U negativga ishlaydi. Bu safarga aytdim-da necha marta ismingiz yozdim, keldim, kelmadi. Yolg'onchilik. Biz shunday bo'lganmiz. Birinchi test o'tkazgan paytimiz Doston ismimcha $100 targetga tiqdikda onlayn kurs sotuv uchun. Men taklifni berdim, u bola $300 bilan ishni boshladi. Men taklif berdim, $300 berasiz, ishni boshlayman. Mayli, berdim. $100 targetga pul tiqdik. Keyin 1 soat ichigami 450 tami 460 ta lead tushdi-da. Bizda hali sotuv bo'limi yo'q, hech nima yo'q hali. O'shancha $100 kuydi, o'shancha lead ketdi, javob bera olmadik birontasiga. Ulgurmadik. Bir 10 tasiga o'zim telefon qildim. Men toqatim ham yetmadi ular bilan gaplashishga. Keyin bo'lmadi. boshiga minimal Ha. Endi misol uchun siz o'zingizni ishingizni boshlaganingizdan keyin siz birinchi o'zingizni muammolaringizni hal qila olishingiz kerak-da. Misol o'sha SMM olib kelish uchun, target olib kelish uchun men ko'p xarajat qilib yubordim-da. Shu hali bilim to'liq emas, lekin komanda qilish kerak. Ishlab topaman, oilamdan sal qisnaman, yig'amanda SMMga, targetga pul tiqaman-da. Qanchasi bir 50-60% kuyib ketadi. Lekin bu tajriba. Shundan asosda boshliq sifatida shakllanasiz-da. Hali xarajatsiz harakat nolga teng. Da shunaqa. Agar siz o'sha $100, $200, $300 muammolarni hayotingizda hal qila olmayapsizmi, siz jamoani muammosini umuman hal qila olmaysiz. Masalan, siz jamoa qurganingizdan keyin jamoangiz muammosi sizning muammongiz bo'ladi. Bu baribir keladi, misol uchun pul so'rab keladi. Falonida kvartirama kerak, ag'ida, buyog'ida oldindan to'lang deb. Uni e'tirozi bilan ishlamasangiz u ketadi, yo'qotasiz. Agar u kerakli xodim bo'layotgan bo'lsa, ushlab qolish uchun xarajat qilish kerak. qancha bilan boshlash kerak endi? Siz hozir siz $20-30 bilan boshlasangiz bo'ladi. Hozir misol uchun nollar, misol uchun o'zim Azimat akam masalan, pul xarajat qilmasinlar. Hozir faqat video, 30 ta 50 ta video. Har kun video olib qo'yaverishingiz kerak. Har kun bitta aytadi. Stories har kun 3 ta, 4 ta, 5 tagacha stories olish kerak. Stories olishni bildiring, a? Stories 1 sutka turadi, uchib ketadi. Yo'q, to'xtab qolmaydi. Reels hech bo'lmasa haftaga 3 ta reels olish kerak. Hozir rivojlantirib olish har kun bitta reels oling. Masalan. Misol uchun sizlarga katyol mavzu bo'layotgan bo'lsa, katyolda eng birinchi ishga tushadigan detal misol bosim datchigi. Bilinglar, agar katyolda hech qaysi detal ishlamayaptimi, sirkulyatsiya nasos, ventilyator ishlamayaptimi, demak bilingki bosim datchigi buzuq. Uni shunday premium olib tekshirsangiz bo'ladi. Bitta mavzu, bitta video masalan. Ertasi kuni ikkinchi ishlatgan detal mana shu. Sirkulyatsiya nasos ishlamasa ham katyol ishlaydi, lekin qaynab ketadi. Uni qaydan bilasiz? Misol uchun, agar katyolingiz yon-yondan 3 sekund ichida qaynab ketsa, bilingki sirkulyatsiya nasos ishlamayapti. Agar 5, 6, 7, 8, 10 sekundda qizib ketgan bo'lsa, demak suv yo'lida filtr bitgan. Bitta mavzu, bitta qiymat. Mana shunaqa qiymatlaringiz sizni ko'taradi auditoriyangizda. Hatto qiziqarsiz videolar bo'lsa, ko'tarmaydi. Sizning har bitta videongiz sizga maqsadli auditoriya olib kirish kerak va har bitta videongiz sizning kelajakdagi sotuvingizga ta'sir qilishi kerak. Misol uchun 30 ta video oldik. Uni tayyorlab qo'ydik, a? O'sha $25 Visa karta. Visa karta olasiz. Avvomi, Hamkor bankmi? Qaysi bankdan bo'lsa Visa karta olasiz? O'zimniki bo'laveradi. Visa bo'lsa bo'ladi. Visa degani boshqa davlatlardan qo'l aloqa ulaydigan karta. Farqi yo'q. Instagramga endi Instagramingiz Facebook bilan kollaboratsiya qilinadi. Facebookka keyin karta qo'shiladi. Uni men bilmayman, erta Feruz o'rgatadi.
Hop, keyin shu 25 dollar to'langandan keyin demak shu 30 ta dollardan 30 ta videodan nechtasi qo'yiladi yo hammasini joylashtirish? Yo'q. 30 ta video hammasini qo'ymaysiz. Bitta yoki ikkita video qo'yasiz. Misol uchun, siz 30 ta yoki 50 ta video qo'ydingiz. O'shalar ichidan eng ko'p qaysi ko'rildi? Eng ko'p qaysi like oldi? Mana o'sha videoni qo'ying. Demak shu 25 dollardan to'la turaveradi. Ha. Ketma-ketlik. Ha, masalan, targetni yoqish va o'chirish funksiyasi bor-da. Siz misol uchun viza kartangizni uladingiz, viza kartaga pul tashladingiz, 25 dollar tashladingiz. O'sha video istaydi videoni target yoqish degan joyi bor. Ko'tarish, target yoqish. O'shani bosasiz, endi angliyachada yozilgan. Bosasiz, keyin eda o'zi chiqadi nastroykasi. Auditoriyani tanlab chiqasiz, Instagram o'zidan yoqib borasiz. Bu videoyingizni kimdir sizga qiziqib qolsa, o'z profilingiz videoyingiz Sizga qiziqib qolsa, 30 ta videoyingiz Ha. 30 ta video asosan siz video olish mahoratingizni oshirish uchun. Muammo 30 ta kamlik qilar. 50 ta olish kerakdir. Yaxshi video ola oladigan bo'lganingizcha. Prosta yaxshi video ola oladigan bo'lmaguningizcha targetga pul sarflamang demoqchiman. Yaxshi tayyor bo'lish kerak emas. Ha. Sifatli narsa tayyor bo'lish kerak. Ha. olga chiqib ketadi. Endi siz hozirdan anaqa olishingiz kerak. Siz o'zi misol uchun santentliklar bor, hajviy videolar chiqaradi. Hajviy. Ularning auditoriyasi qanaqa, sizning auditoriyasi qanaqa auditoriyaga tayyorlayapsiz masalan. Men boshida Firdavsga aytdim, biz ham shunday hajviy videolar qilsak bo'lmaydimi? Yo, bo'lmaydi. Avvalambor assalomu alaykum. Agar hamma o'z ustida ishlayman degan bo'lsa, mana shu o'qitilayotgan maktabning masalan texnika servis nimasini men maslahat beraman, chunki birinchidan bu yerda domlalar sizda har bir insonga отдельно muomala qilib, sizda уровенingizga qarab, tushunadigan уровенingizga qarab muomala qilib tushuntirib, обязательно sizni ustingizda ishlashadi. Ikkinchidan siz boya akalarimiz aytganday, birinchidan o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Siz domla o'rgatib ketgandan keyin ham siz o'zingiz borib masalan uyingizda boshqa vaqt topgan vaqtda siz berilgan mashqlarni yoki misol masalalarni yechishga harakat qilib o'zingiz ustingizda ishlasangiz, menda nima desam, Berilayotgan bilimlardan kamchilik yo'q. meni fikrimcha yo'q. Faqat Menga yetarli bilimlarni olyapman, o'zimga kerakli yetarli bilimlar olyapman. rahmat, baraka toping, charchab bo'lmasang. Chunki siz kelajakda maktab ochmoqchisiz. Hajviy videolar bilan maktabga auditoriya yig'a olmaysiz. Hajviy umuman qilmang. Kam videosiz ham qiymat bering. O'sha siz misol uchun hajviy videolar qiladigan santentliklarga birov o'qiyman deb bormaydi-da. Misol kulgili videolar qiladi ular. O'zi ular faqat usluga. Uslugasini ko'rib kimdir unga mijoz bo'lishi mumkin. Siz ham kelajakda nima qilmoqchisiz? Faqat uslugami? Faqat santentlikka usluga qilmoqchisiz? Mayli qiling hajviy videolar. Tezroq ko'tarilish uchun. Kelajakda maktab ochmoqchisiz yoki kelajakda auditoriyani ko'paytirib, hatto Telegramdan siz nasibsiz. Maqsadingiz borki, bir umr santentlik qilmaysiz-ku, 5-6 yil santentlik qilasiz, keyin investor bo'lishingiz mumkin, tadbirkor bo'lishingiz mumkin, biznesmen bo'lishingiz mumkin. O'shanga qarab auditoriya yig'ishga harakat qilasiz. O'shanga qarab videolar olasiz. Shuning uchun strategiya muhimda, oxirgi tochka muhim. Shunaqa. Yana kimda qanaqa savol? Lambay. Men o'sha o'zim santentlik ishini umuman yig'ishtirib, faqat shu hisob-kitobga yozsam Mumkin. Masalan, santentlikada mahoratingiz hali yetarli emas, misol uchun. Santentlikada as bo'lish uchun bir 2 yil yana ishlashingiz kerak. Masalan, 1 yilmi, 2 yilmi. Lekin siz ko'p tezroq natija olmoqchisiz. Sizga santentlik usluga qilishdan ko'ra komanda qurish, marketing bilan shug'ullanish osonroq. Masalan, siz prosta misol g'oya qildingiz, biznes g'oya qildingiz, pulingiz yo'q misol uchun. Tanishlaringiz bor, puli bor, nima qilishni bilmay yuribdi. Biznes g'oyani cho'tga upakovka qildingiz, aytdingiz misol uchun o'sha puli bor jo'rangizga aytdingiz, "Jo'ra, bitta g'oyam bor meni." Nima g'oyada? Santentlikka usluga. Xizmat ko'rsatish firmasi qilamiz, yasaymiz, ekanamiz, quramiz. Men o'zim iqtisoddan xabarim bor, target SMMdan ham xabarim bor, lekin biz agar pul qo'shsak, misol uchun ma'lum bir summa bilan boshlasak, misol uchun hozir Firdavs aytgandek target tushuntirib berasiz. 3-4 santentlik yuribdi, mana bekorchiga yuribdi. Ularni yig'amiz, bitta majlis o'tkazamiz, g'oyamiz haqida aytamiz va istiqbollar haqida majlis o'tamiz. Ularni iloji boricha bitta bayroq ostiga to'playmiz. Keyin siz ishga chiqib yurmang. Keyin siz target yoping, amal serimni ustonovga qiling. To'g'ri, boshida katta xarajat, lekin kelajakda aniqda natijasi bor ish masalan. Hamma $1000 atang. $1000 dan boshlang, misol uchun. Amal serimni ustonovga qiling, 400 ming so'm masalan. Keyin o'sha ustalarga majlis qilish uchun misol uchun katta xarajat bo'lishi mumkin. Targetlarga xarajat bo'lishi, SMMchi chaqirasiz baribir, uni o'zingiz qilmaysiz. SMMchiga, professional SMMchiga berasiz misol uchun. Videolar olishga. O'shana qilib siz faqat ish topib, ish berib ishlasangiz bo'ladi. Lekin nima qilmoqchi bo'lsangiz ham, birinchi shaxsiy rivojlanishdagi qoidalar bor-ku, ana shuni qilmasangiz bo'lmaydi. O'zini boshqara olmagan odam boshqalarni boshqara olmaydi. Sizda shaxsiy rivojlanish, e'tibor bergan bo'lsangiz, shaxsiy rivojlanishdagi odatlar eng muhimi energiyani oshiradigan odatlarda ular. Energiyani.
Misol uyqudan soat 9da turdingiz, 8da turdingiz. Hech haligi qonni qizdirmadingiz. Maqsad cho'tka emas, ko'z oldi tuman. Siz energiyangiz past 20-30% ga. Birovga qanday unday fikr yetkazib bera olasiz? Siz hajabi bir 40 kunlik reja qildingiz. 40 kun shaxsiy rivojlanish darslarini qilaman. Tongda turaman, bomdodda o'qiyman, Alloh taologa yuzlanaman, chiqaman, yuguraman, sayr qilaman, kelaman, yarim soat kitob o'qiyman. 40 kun siz o'zi hayotda tizimga soldingiz. O'zi energiyangiz batareyka zaryadga to'lgan payt yashil bo'ladi, ana yashil bo'ldi. O'zi oilangizda, xonadoningizda muhit o'zgardi. Farzandlaringiz sizga boshqacha qarayapti, siz o'zgarganingizni his qilyapti. Ayolingiz boshqacha qarayapti, energiyasi unga ham ta'sir qilyapti. Jo'ralaringizni oldiga chiqib gapirsangiz, gapingizni eshityapti masalan. Ana undan keyin boyagi strategiyani qilib, investorga uchrashasizmi, SMMchiga uchrashasizmi, komandangizga uchrashasizmi, ta'sir qiladi. Lekin hozir birdan borib bo'lmaydi. Birinchi o'zingizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. O'zingizga o'zi ta'sir qila olishingiz kerak. Nafsingizga ta'sir o'tkaza olishingiz kerak. Ana undan keyin kimgadir ta'sir o'tkaza olasiz. Yana kimdan qanaqa savol? Xullas kalom, yana bitta pog'onaga ko'tarilish bo'lgan menda. Ustoz duosidan keyin bu narsaga befarq qaramanglar. Professional ilm olyapmiz mana shu yerda. Ertaga misol uchun mana shu narsalarni yo'lga qo'yib, baraka topish uchun ilmni yashilib egallayib keldik. Undan keyin ishlarimizni to'g'ri yo'lga qo'ydik deb. Misol uchun nima uchun Toshkentdan bu yoqqa keldim? Bu yerda faqat katta yo'lni remont qilib, yoki santexnikani ishlab pul topishni o'rganish emas ekan. Bu yoqqa tortgan narsa, men ko'rdimki, qadriyat bor ekan. Gaplar orasida ketyaptiki, topgan pulingdan ehsonga sarflashing kerak degan narsani eshitib qoldimda, keyin ko'p savollar bo'lgan narsalar, misol uchun videoni boshlanishida gapiryapsizki, Allohdan madad so'rab gapiryapsiz. Inshaalloh arabcha nimalarni ham imlonishayapsizki, bu yigitda juda ham gap ko'paygan oladigan narsa degan narsa paydo bo'ldi. Mana keldik, adashmagan ekanman. Sababi bu yerda mana hunarni o'rgandik, misol uchun santexnikani o'rgandik, katta yo'lni o'rgandik. Ertaga qanday qilib ish boshlab ketaman? Mana shu narsani pog'ona juda ham katta ilmlar o'rgatilyapti bu yerda. Qisqartirilgan, lekin qisqartirilgan bo'lsa ham bu yerda nihoyatda kulishli momentlar berilyapti-da. Keyingi patologlar keladi, maktablar ochiladi. Ertaga Timur bilan rasmga tushish ham muammo bo'lib qoladi. Plankani maqsadni juda ham balanddan juda ham katta qo'yish kerak ekan. Bizlarda energiyamiz, sog'ligimiz shunga yarasha berilar ekan. Bu yerda mana shu narsaga pog'ona topdim bu yerda. Tanlovda adashmagan ekanman. Xullas kalom, men yaxshi bilimlar oldim. Madaniyatli ustamiz, ilmli, bilimli ustamiz. Atido har tomonlama, har qanday talabga, har qanday o'ringa javob beradigan ustamiz. Inson nima ish qilmoqchiligini oldindan maqsadiga harakat qilish kerak. Bu yoqda kelgandan keyin maqsad bilan harakatda kelganni amalga oshirish kerak. Do'stlarimiz aytgandek, kelgandan faqat ustozni o'zidan bilim olishga emas, berilgan bilimlarni amalda yotoqxonadami, qayerda bo'lsa ham uzun ustida ishlab, tushunmaganlarini o'zidan yaxshi tushunadigan o'rtoqlardan so'rab, surishtirib, bilimni yanada mustahkamlab borish kerak. Shaxsiy rivojlanish olish ancha yaxshi narsa, chunki inson o'z ustiga ishlashi yaxshi va hozirgi paytda tadbirkorlik bo'yicha shaxsiy rivojlanish juda kerakli narsa. Inson tadbirkorlikda keyingi etapga o'tish uchun shaxsiy rivojlanish kerak. Boshidan. Rahmat, baraka toping. Avvalambor assalomu alaykum. Siz berganlaringiz uchun rahmat. Mana men noldan boshlab o'rganishga harakatini qilyapman. Hozir masalan bitta kat yo'lda ochib, bemalol diagnostika qilib, unga texnik xizmatlarni ko'rsatish qobiliyatlarini o'rgandim. Ustozimiz Temur akaga rahmat. Ko'p narsani o'rgandik. Mana bugun olgan bilimlarimiz bo'yicha testlar oldik. Testlarimizning natijasi kutganimizdan yaxshiroq chiqdi. Hammaga tavsiya qilaman. Kelib o'qib, marhamat, yaxshi bilimlar berishadi. Ustozlarga rahmat. Rahmat, baraka toping aka.